Hayotda shu vaqtgacha olgan 5 ta sabog'im. Ko'z tegishi bor narsa. Ya'ni biznesda, hayotingizda, maqsadlaringizda, yutuqlaringizda sir saqlashingiz kerak. Hamma narsani hammaga aytish kerak emas. O'ylamagan tarzda sizni ko'rgan yutuqlaringizni, hamma narsa baxtligingizni boshqalarini ko'rganda ular o'zi xohlamagan tarzda sizga g'ayirligi kelishi mumkin. Hasad uyg'onishi mumkin. Bu hasad sizni ishingiz orqaga ketishiga, o'sha o'ylagan narsa, planlaringiz o'xshamasligiga olib keladi. Yana bitta narsa aytadigan bo'lsam, ruslarda bitta gap bor. Agar siz maqsadlaringiz bo'lsa, qachonki ularga erishmaguncha, qo'lingizdan kelgancha uni yashirib. Ya'ni shunaqa isbotlanganki, agar siz biror bir maqsadingizni, hali qilmagan maqsadingizni, planingizni kimgadir aytsangiz, aytayotganingizda sizni xursandchiligingiz, hammasi shunaqa zo'r bo'lar ekanki, miyangiz organlarga shunaqa signal berar ekanki, siz o'sha narsaga erishdingiz. Va bu narsa uje siz keyin planingizni harakatiga so'nib qolar ekansiz, harakat qilmay qo'yar ekansiz. O'shaning uchun nafaqat yutuqlaringizni, balki o'ylayotgan planlaringizni ham yashirishingiz kerak. Ikkinchisi bu hamma odam fikrini, munosabatini boshqara olmaysiz. Siz qilishingiz kerak bo'lgan narsa o'zingizni hayotingizni yashash, yaxshilik qilish, to'g'ri yo'lda yurish. Ya'ni odamlarga 100% yoqib olmaydi. Baribir odamlar sizga nimanidir yoqtirmaydi. Kimgadir yuzingiz yoqmaydi, kimgadir sochingiz yoqmaydi, kimgadir ovozingiz yoqmaydi va kimgadir gaplaringiz yoqmaydi. Uchinchisi bu siz o'zingiz bergan mehrni boshqadan xuddi shunday mehrni kutmang. Siz misol uchun siz boshqalarga nisbatan bo'lgan hurmatingiz, mehringiz, g'amxo'rligingiz u sizning standartingiz. Va bu narsani boshqa odamdan kutishimiz noto'g'ri. Hammaning his tuyg'usi har xil. To'rtinchisi, hayotingizda uchragan har bir inson bejizga emas. U insondan siz yaxshilik ko'rasizmi, yomonlik ko'rasizmi? Nimagadir hayotingizni yuksalishingizga yoki hayotdan nimadir anglashingizga sababchi bo'ladi. Shuning uchun hayotimda har bir kirgan insondan minnatdorman. Beshinchisi, hayotingizda mingta muammo bo'lishi mumkin. Ishingizda muammo, oilangizda muammo, eringiz bilan, ayolingiz bilan yoki farzandingiz bilan ming xil muammolar bo'lishi mumkin. Lekin bitta muammo. Sog'lig'ingiz bilan muammo bo'lsa, o'sha hamma narsa ikkinchi o'ringa tushib qoladi.